Bolalar qatnaydigan ayrim bog'chalar xavfli holatda, ayrim maktablar esa jiddiy ta'mirga muhtoj. Xorazmda aynan shu muammolar yuzasidan keng ko'lamli tekshiruv boshlandi va vaziyat kutilganidan ancha murakkab ekani ma'lum bo'lib bormoqda. Saida Mirziyoyeva hududga tashrif buyurib, vaziyatni shaxsan o'rgandi. Hozirgacha 100 dan ortiq muammo hal etilgan, ammo tekshiruvlar davom etmoqda va har bir obyekt alohida chuqur tahlil qilinmoqda. Xonqa tumanidagi 49-son bog'cha avariya holatda ekani aniqlangan. Bu esa bolalar xavfsizligi bevosita xavf ostida ekanini anglatadi. Ikkinchi maktab to'liq kapital ta'mir talab qiladigan darajaga kelgan. Bu esa ta'lim sifati va o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlarga jiddiy ta'sir qilmoqda. Urganch 1 nasos stansiyasi esa 1 milliondan ortiq aholini suv bilan ta'minlaydi. Ammo uning ham eskirgani va modernizatsiya zarurligi qayd etilgan. Bu oddiy kamchiliklar emas, bu yillar davomida yig'ilib kelgan tizimli muammolar belgisi bo'lishi mumkin. Endilikda har bir obyekt qat'iy nazoratga olingan, mas'ullarga aniq vazifalar yuklatilgan va barcha muammolarni imkon qadar tez hal qilish topshirig'i berilgan. Ammo asosiy savol ochiq qolmoqda. Bu safar muammolar haqiqatan oxirigacha hal qilinadimi yoki yana vaqt o'tib hammasi yana eski holiga qaytadimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.